As Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men siz bilan barchamizni tashvishga soladigan, ammo ayni paytda katta imkoniyatlarni ochayotgan bir mavzuni atroflicha muhokama qilaman. Ishonch bilan aytishim mumkinki, bugungi ma'lumot nafaqat muhim, balki har biringizga tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videomizga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar ko'pchilikka yetib borishi kerak. Siz elektr energiyasida uzilishlar bo'lganda internet va aloqa vositalaridan foydalanishda muammolarga duch kelganmisiz? Yoki mobil aloqa va internet uchun har oy qilinadigan xarajatlar oilaviy byudjetingizga og'irlik qilayotganini his qilasizmi? Bu muammolar hozirgi zamonda juda dolzarb. Biz global axborot makonida yashayapmiz. Ammo elektr ta'minoti yoki moliyaviy imkoniyatlar bilan bog'liq muammolar tufayli ba'zan bu aloqadan uzilib qolamiz. Ayniqsa chekka hududlarda yashovchilar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va pensionerlar uchun bu masala yanada keskin. Ilgari bunday vaziyatlarda yagona yechim ko'pincha qo'shnidan yordam so'rash yoki elektr ta'minoti tiklanishini kutishdan iborat edi. Moliyaviy masalada esa cheklangan tarif rejalaridan foydalanishga majbur bo'lardik. Bu esa internet tezligi va trafik hajmini sezilarli darajada cheklab qo'yardi. Bugun men sizga ana shu muammolarga yechim bo'lishi mumkin bo'lgan yangi imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot beraman. Men elektrsiz bepul internet va aloqa degan g'oya haqida gapiryapman. Bu hozirgi sharoitda faqatgina orzu bo'lib tuyulishi mumkin. Biroq so'nggi yillarda texnologiyalar rivojlanishi va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari tufayli bu imkoniyatlar real hayotga kirib kelmoqda. O'zbekistonda ham xuddi shunday qadamlar tashlanmoqda. Bu nafaqat texnik yechimlarni, balki ijtimoiy dasturlar doirasida taqdim etilayotgan imtiyozlarni ham o'z ichiga oladi. Davlatimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash, ularning raqamli texnologiyalardan keng foydalanishini ta'minlash maqsadida bir qator dasturlarni amalga oshirmoqda. Endi siz nafaqat elektrsiz ham aloqada bo'lish, balki ba'zi hollarda bepul yoki juda arzon narxlarda internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu qanday amalga oshiriladi va kimlar bunday imkoniyatlardan foydalana oladi? Keling, buni batafsil ko'rib chiqaylik. Bu yerda biz haqiqatan ham nimalarni bilishimiz kerak? Eng avvalo, bepul internet va aloqa degan tushunchani to'g'ri tushunib olishimiz zarur. To'liq ma'noda mutlaq bepul va cheksiz internetga ega bo'lish hozircha imkonsizdir. Chunki har qanday xizmatning o'z narxi bor. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan dasturlar orqali yoki texnologik innovatsiyalar tufayli bu xarajatlar minimallashtirilishi yoki ma'lum bir guruhlar uchun davlat hisobidan qoplab berilishi mumkin. Birinchi holat, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga asosan mamlakatimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, yolg'iz keksa fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam ta'minlangan oilalar uchun telekommunikatsiya xizmatlariga, shu jumladan internetga imtiyozlar va subsidiya tizimlari mavjud. Misol uchun temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolar uchun ma'lum bir muddatga yoki ma'lum bir trafik hajmigacha bepul internet xizmatlari taqdim etilishi mumkin. Bu dasturlar doirasida ularga maxsus sim kartalar yoki internet paketlari ajratiladi. Keling, real hayotiy misollar keltiraylik. Birinchi misol. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashovchi Muqaddas opa 5 nafar farzandni yolg'iz o'zi tarbiyalayotgan kam ta'minlangan oila boshlig'i. Uning oilasi temir daftarga kiritilgan. Mahalladagi mas'ul xodimlarning ko'magi bilan Muqaddas opaga har oy engigat hajmli internet paketi va mahalliy operatorlardan birining aloqa xizmatlari 1 yil muddatga bepul taqdim etildi. Bu uning farzandlarining onlayn darslarda ishtirok etishi va uy vazifalarini bajarishi uchun juda katta yordam bo'ldi. Chunki ilgari u har oy internet uchun kamida 300 ming so'm sarflardi. Bu esa oila byudjetiga sezilarli ta'sir ko'rsatardi. Hozirda Muqaddas opa farzandlari bilan bemalol aloqada bo'la oladi va ularning ta'lim olishlari uchun sharoit yaratilgan. Ikkinchi misol. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidagi chekka qishloqlardan birida yashovchi ilmiy guruh nogironi bo'lgan Abdug'ani amaki o'g'lining yordami bilan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun imtiyozlar dasturi doirasida davlat xizmatlari markaziga murojaat qildi. Unga ham yillik 20 gigat internet trafiki va O'zbekiston bo'ylab bepul qo'ng'iroqlar qilish imkonini beruvchi maxsus tarif rejasi ulandi.
Abdug'ani amaki endi o'z shifokori bilan masofadan turib muloqot qila oladi. Pensiya ma'lumotlarini onlayn tekshiradi va uzoq joyda yashovchi qarindoshlari bilan bemalol gaplashadi. Uning oilaviy byudjetidan oyga o'rtacha 40 ming so'm tejab qolinmoqda. 3-misol. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi yangi qurilgan mahallada yashovchi yosh oila uyini ijtimoiy ipoteka asosida olgan. Ular ham yoshlar daftari doirasida imtiyozli tarifga ega bo'lishdi. Uyga internet ulatish xarajatlari qisman davlat tomonidan qoplandi va dastlabki 3 oy davomida ular ertalabki soatlarda cheksiz internetdan bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu ularga yangi kvartiraga ko'chib o'tgandan so'ng kommunal xizmatlarga bog'lanish, zarur onlayn hujjatlarni rasmiylashtirishda katta yordam berdi. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirsangiz, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz, oilangiz kam ta'minlangan bo'lsa, yolg'iz keksa yoki nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, unda bu ma'lumotlar aynan siz uchun. Shuningdek, agar siz chekka hududlarda yashasangiz va barqaror aloqaga ehtiyoj sezsangiz, ushbu dasturlar sizga yordam berishi mumkin. Kim tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning doimiy va barqaror daromadingiz bo'lsa, internet va aloqa xizmatlari uchun to'lovlarni osonlik bilan qoplay olsangiz, shuningdek uyingizda elektr uzilishlariga qarshi zaxira quvvat manbalari mavjud bo'lsa, masalan, UPS generator quvvat banklari, unda bu imkoniyatlar siz uchun birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Siz allaqachon sifatli xizmatlardan foydalanayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi esa elektrsiz aloqa masalasiga to'xtalib o'tamiz. Bu yerda bir nechta yondashuv mavjud. Biri kichik avtonom quvvat manbalari. Bu sizning mobil telefoningiz, planshetingiz yoki kichik yo'riqchingiz router, uchun quvvat banklari power bank yoki quyosh paneli zaryadlovchilar bo'lishi mumkin. Hatto eng oddiy 10 000 mAh soat quvvatga ega power bank ham telefoningizni to'liq 2-3 marta zaryadlash imkonini beradi. Bu elektrsiz qolganda bir necha kun davomida aloqada qolish uchun yetarli bo'ladi. Ba'zi holatlarda yengil vaznli quyosh paneli zaryadlash moslamalari sayohatchilar va elektr ta'minotidan uzoqda yashovchilar orasida juda mashhur. Ular hatto bulutli ob-havoda ham qurilmalaringizni sekin bo'lsa ham quvvat bilan ta'minlay oladi. 2. Mobil operatorlarning zaxira tizimlari, zamonaviy baza stansiyalari, mobil aloqa minoralarining asosiy uskunalari ko'pincha o'zlarining zaxira quvvat manbalariga ega. Bular akkumulyator batareyalari yoki kichik dizel generatorlar bo'lishi mumkin. Elektr ta'minotida uzilishlar yuz berganda bu tizimlar avtomatik ravishda ishga tushadi va ma'lum bir muddat, odatda bir necha soatdan bir necha kungacha aloqa va internet xizmatlarini uzluksiz ta'minlab beradi. Shuning uchun sizning telefoningiz ishlayotgan bo'lsa, hatto elektr yo'q bo'lsa ham aloqa mavjud bo'lishi mumkin. Bu xizmat tabiiyki siz uchun bepuldir, chunki u operatorning infratuzilmasining bir qismidir. 30 sun'iy yo'ldosh orqali aloqa bu eng yuqori texnologiyali va qimmat yechim. Ammo ba'zi favqulodda vaziyatlarda yoki juda chekka infratuzilma mavjud bo'lmagan hududlarda juda samarali. Misol uchun, Starlink kabi tizimlar kichik portativ terminallar orqali sun'iy yo'ldosh internetini taqdim etadi. Ushbu terminallar o'z ichiga kichik batareyani olishi yoki avtonom quvvat manbalaridan, masalan, avtomobil akkumulyatoridan quvvatlanishi mumkin. Garchi bu xizmatning o'zi juda qimmat bo'lsa-da, ba'zi favqulodda vaziyatlar boshqaruvi idoralari yoki yirik tashkilotlar tomonidan bu kabi yechimlar qo'llanilishi mumkin. Va bu orqali tarqatiladigan ma'lumotlar yoki aloqa vaqtincha bepul bo'lishi mumkin. Oddiy aholi uchun bu hozircha qimmat bo'lsa-da, texnologiya rivojlanishi bilan arzonlashishi mumkin. Shunday qilib, bepul internet va aloqa tushunchasi asosan ijtimoiy dasturlar orqali taqdim etilayotgan imtiyozlar va elektrsiz tushunchasi esa avtonom quvvat manbalari yoki operatorlarning zaxira tizimlari orqali ta'minlanadigan barqaror aloqani anglatadi. Bu ikki jihat bir-birini to'ldirib, sizga doimo aloqada bo'lish imkonini beradi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu imkoniyatlardan foydalanishda qanday istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud? Birinchidan, bepul internet deganda hamma joyda va cheksiz internet tushunilmasligi kerak. Ijtimoiy dasturlar doirasida taqdim etiladigan internet paketlari odatda ma'lum bir trafik hajmiga ega bo'ladi. Masalan, oyiga 10 giga, 20 giga yoki 30 gigabayt. Bu miqdorlar ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, elektron pochta va onlayn darslar uchun yetarli bo'lsa-da, og'ir videolarni yuklash, onlayn o'yinlar o'ynash
yoki katta hajmli fayllarni almashish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, paket muddati ham cheklangan bo'ladi. Masalan, 3 oydan 1 yilgacha. Bu muddat tugagandan so'ng foydalanuvchi yana arizasini yangilashi yoki boshqa tarif rejasiga o'tish talab etiladi. Bu nuansni tushunish juda muhim. Chunki ba'zi fuqarolar bepul internet cheksiz bo'ladi deb o'ylab, keyinchalik kutilmagan xarajatlarga duch kelishlari mumkin. Ikkinchidan, kimlar bu imtiyozlardan foydalanishi mumkinligi aniq belgilab qo'yilgan. Ya'ni har kim ham bu dasturlar doirasiga kira olmaydi. Yuqorida aytib o'tganimdek, asosiy e'tibor ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan shaxslar va yolg'iz keksalarga qaratilgan. Ariza beruvchining oilaviy ahvoli, daromadlari va boshqa ijtimoiy mezonlar sinchkovlik bilan tekshiriladi. Masalan, oilaning o'rtacha oylik daromadi aholi jon boshiga belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan past bo'lishi talab etilishi mumkin. Bu mezonlar har yili o'zgarishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin mahalliy hokimiyat organlari yoki tegishli ijtimoiy xizmatlardan aniq ma'lumot olish lozim. Ba'zan bir oiladan faqat bitta a'zo imtiyozdan foydalanishi mumkin. Bu ham muhim cheklovdir. Uchinchidan, elektrsiz aloqa deganda ham ba'zi cheklovlar mavjud. Mobil operatorlarning zaxira tizimlari doimiy emas. Ular batareyalar zaryadi tugaguncha yoki generatorlar uchun yo'qilg'i tugaguncha ishlaydi. Katta shaharlarda bu tizimlar ko'pincha yaxshi ta'minlangan bo'lsa-da, chekka qishloq joylarda generatorlar yetarli bo'lmasligi yoki ularga yo'qilg'i yetkazib berishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Natijada elektr uzilishi uzoq davom etsa, hatto mobil aloqa ham ishlamay qolishi mumkin. Bundan tashqari, sizning shaxsiy qurilmalaringiz, telefon, noutbuk ham zaryadlanishi kerak. Agar sizda power bank yoki quyosh paneli bo'lmasa, qurilmalaringiz quvvati tugashi bilan aloqadan uzilib qolasiz. Shuning uchun elektrsiz aloqani ta'minlash uchun shaxsiy ehtiyot choralarini ko'rish. Ya'ni quvvat banki xarid qilish yoki qurilmalarni imkon qadar tejamkor rejimda ishlatish muhimdir. 4-dan, bürokratik jarayonlar va kutish muddatlari. Bepul internet yoki imtiyozli tarifga ega bo'lish uchun ariza topshirish va uni ko'rib chiqish jarayoni biroz vaqt talab qilishi mumkin. Bu bir necha kundan bir necha haftagacha cho'zilishi mumkin. Barcha zarur hujjatlarni to'g'ri taqdim etish va to'ldirish juda muhim. Aks holda arizangiz rad etilishi yoki qo'shimcha ma'lumotlar so'rab jarayonni uzaytirishi mumkin. O'zbekistonda bu jarayonlarni soddalashtirishga harakat qilinmoqda, ammo hali ham ba'zi hollarda sabr toqat talab etiladi. Misol uchun, Xorazm viloyatida yashovchi bir keksa ayolning arizasi to'liq rasmiylashtirilmagani uchun 2 marta rad etilgan. 3-urinishda mahalla faollarning yordami bilan barcha hujjatlar to'g'ri topshirilgandan keyingina u imtiyozli internetga ega bo'la olgan. 5-dan, firibgarlik holatlari. Afsuski, bepul internet kabi jozibador so'zlardan foydalanib, odamlarni aldashga urinuvchi firibgarlar ham uchrab turadi. Ular sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta rekvizitlarini so'rab, bepul internetni faollashtirish bahonasida pullaringizni yechib olishlari mumkin. Har doim ehtiyot bo'ling. Bunday takliflarga duch kelganingizda faqat ishonchli manbalardan, ya'ni rasmiy davlat tashkilotlari yoki mobil operatorlarning o'zidan ma'lumot oling. Hech qachon noma'lum shaxslarga shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Rasmiy imtiyozlar faqat belgilangan tartibda davlat xizmatlari markazlari, mahalla komitetlari yoki tegishli vazirliklar orqali amalga oshiriladi. 6-dan, geografik cheklovlar. Ba'zi ijtimoiy dasturlar faqat ma'lum bir hududlarda, masalan, qishloq joylarda amal qilishi mumkin. Shuningdek, mobil aloqa operatorlarining tarmoq qamrovi ham hamma joyda bir xil emas. Chekka, tog'li hududlarda hatto pullik internet ham doim barqaror ishlamaydi. Shuning uchun imtiyozli internetdan foydalanishga qaror qilganingizda avvalo o'z hududingizda ushbu xizmatlarning mavjudligini va sifatini aniqlab olishingiz zarur. Bu nuanslarni bilish sizga imtiyozli internet va aloqa xizmatlaridan samarali foydalanishda yordam beradi va kutilmagan muammolarning oldini oladi. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak va nimani yozish kerak? Birinchi qadam, o'zingizning ijtimoiy holatingizni aniqlang. Siz temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftariga kiritilganmisiz? Nogironligi bo'lgan shaxslar toifasi kirasizmi? Oilangiz kam ta'minlangan deb rasman tan olinganmi? Yoki yolg'iz keksa fuqaro hisoblanasizmi? Bu savollarga javob berish
sizning imtiyozli dasturlardan foydalanish huquqingizni belgilaydi. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, mahalla faollari yoki ijtimoiy xizmat mutaxassislari bilan maslahatlashing. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport nusxasi, asl nusxasi ham kerak bo'lishi mumkin. Sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. 2 oilaning tarkibi haqida ma'lumotnoma. Bu hujjat mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi va oilangizda qancha kishi borligi, ularning yoshi va qarindoshlik darajasi haqida ma'lumot beradi. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma, ish joyidan, pensiya fondidan yoki soliq inspeksiyasidan. Bu oilangizning oylik daromadi qancha ekanligini ko'rsatadi. Agar ishingiz bo'lsangiz, ishingiz deb hisobga olinganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etishingiz kerak bo'ladi. 4. Nogironlik to'g'risidagi guvohnoma agar tegishli bo'lsa. Bu hujjat tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMI2 tomonidan beriladi. 5. Pensiya guvohnomasi agar tegishli bo'lsa. 6. Temir daftar. Ayollar daftari yoki yoshlar daftariga kiritilganlikni tasdiqlovchi hujjat agar mavjud bo'lsa. Bu ko'pincha mahallada yuritiladi va mahalliy hokimiyat organlaridan olish mumkin. 7. Ariza shakli joyida to'ldiriladi. 3-qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Imtiyozli internet va aloqa xizmatlari uchun birinchi navbatda quyidagi joylarga murojaat qilishingiz mumkin. 1. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Shu jumladan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari bo'yicha arizalarni ham qabul qiladi. 2. Mahalla fuqarolar yig'inlari. Mahalla raisi yoki mahalla faollari sizga qanday hujjatlar kerakligi va qayerga murojaat qilish bo'yicha batafsil ma'lumot beradi. Ular hatto arizangizni rasmiylashtirishda yordam berishi mumkin. O'ch xalq qabulxonalari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari ham fuqarolarning murojaatlarini qabul qiladi va tegishli tashkilotlarga yo'naltiradi. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, bu yerga ham murojaat qilishingiz mumkin. 4. Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari. Yangi tashkil etilgan ushbu agentlik ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga yordam ko'rsatish bilan bevosita shug'ullanadi. 5. Mobil aloqa operatorlarining rasmiy ofislari. Ba'zi hollarda imtiyozli tarif rejalari to'g'risidagi ma'lumotlarni bevosita mobil operatorlarning ofislaridan ham olish mumkin. Ammo ular ko'pincha davlat dasturlari orqali beriladigan imtiyozlar bo'yicha umumiy ma'lumotga ega bo'ladilar. 4-qadam, arizani to'ldirish va topshirish. Murojaat qilgan joyingizda sizga maxsus ariza shakli beriladi. Bu arizani diqqat bilan va to'g'ri to'ldirishingiz kerak. Arizada odatda quyidagilar ko'rsatiladi: FSH va pasport ma'lumotlari, yashash manzili va bog'lanish uchun telefon raqami, oilaviy ahvolingiz va daromadlar miqdori, siz qaysi ijtimoiy toifaga kirishingiz va qanday yordam, ya'ni bepul internet olishni istayotganingiz. Arizangizga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati. Arizani to'ldirgandan so'ng uni barcha kerakli hujjatlar bilan birga mas'ul xodimga topshirasiz. U arizangizni ro'yxatdan o'tkazishi va sizga uning nusxasini yoki ro'yxatdan o'tkazilganligi haqida tasdiqnoma berishi shart. Bu sizning arizangiz qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. 5-qadam. Ariza ko'rib chiqilishini kuzatish. Arizangiz topshirilgandan so'ng u tegishli idoralar tomonidan ko'rib chiqiladi. Bu jarayon bir necha kundan bir necha haftagacha davom etishi mumkin. Ba'zi holatlarda sizdan qo'shimcha ma'lumotlar so'ralishi yoki yashash joyingizga uy yurib o'rganish uchun mutaxassislar tashrif buyurishi mumkin. Arizangizning holatini DXMning rasmiy veb-sayti orqali yoki mahalladagi mas'ul shaxslar orqali tekshirib borishingiz mumkin. 6-qadam. Nima bo'ladi agar arizangiz tasdiqlansa? Agar arizangiz tasdiqlansa, sizga bu haqda xabar beriladi. Ko'pincha sizga imtiyozli tarif rejasiga ulanish uchun yo'llanma beriladi yoki bepul SIM karta va internet paketi taqdim etiladi. Siz ushbu yo'llanma bilan mobil operatorning ofisiga borib, xizmatni faollashtirishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, sizga elektrsiz aloqani ta'minlash uchun quvvat banki yoki quyosh paneli kabi qurilmalarni sotib olishingiz tavsiya etiladi. Davlat tomonidan bunday qurilmalar to'g'ridan-to'g'ri taqdim etilmasa ham, ular elektr uzilishlarida sizni aloqasiz qoldirmaslik uchun juda zarurdir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bepul internet va aloqa, elektrsiz degan sarlavha hozirgi zamonda erishib bo'lmaydigan orzu emas, balki amalga oshirilishi mumkin bo'lgan real imkoniyatdir.
Bu bir tomondan ijtimoiy dasturlar orqali taqdim etilayotgan imtiyozlarni, ikkinchi tomondan esa avtonom quvvat manbalari va mobil operatorlarning zaxira tizimlarini anglatadi. Bu imkoniyatlar ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar va chekka hudud aholisi uchun hayotni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi va kelajakda aloqada bo'lish masalasida sizga qo'shimcha ishonch berdi. Shu bilan birga yodda tutingki, ma'lumotlar va texnologiyalar doimo rivojlanib boradi. Shuning uchun har doim yangiliklardan xabardor bo'lishga intiling. Ushbu ma'lumotlar haqida sizning fikringiz qanday? Kimlar bu imkoniyatlardan allaqachon foydalanyapti? Izohlarda o'z fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Biz doimo birga aloqadamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.